Bitta zo'r ilovadan narsa zakaz qildim. Kelinglar birgalikda raspakovka chek qilamiz. Non, lipyoshka zakaz qildim. Buxanka, qora non rosa yaxshi ko'raman. Bu skumbriya, selyotka bilan rosa zo'r ketadi. Zo'r ilova topdim. Optim up nomi, mangoli napitkali ham oldim. Sok zakaz qildim, kefir, sariq sabzi. Sariq sabzidan ham osh qilaylik. Yog', 3 litr ekan yog'. Mana laxm go'sht. Qo'y go'shti ham bor ekan bo'ladi, va shu zo'r ekan. Keyin arzon narxda, keyin самое главное, eng muhimi halol, o'rtoqlar, halol zakaz qilinglar. Tovuq go'sht. Bularni hammasini Optim Up ilovasidan zakaz qildim. Keyin bularda 70 wondan agar zakazingiz oshsa, dostavka tekin. Va shu zo'r. Muhimi halol sertifikatiga ega. Zakaz qilinglar o'rtoqlar. Optim Up ilovasini skachat qilib, xohlagan mahsulotingizni tanlab zakaz qilishingiz mumkin. Men qilgan zakazim necha pul bo'ldi? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib ketinglar.